Mana bu yerda ham dahshat kurtkachalarimiz turibdi. Qarang, tepadagilardan mana. Shears oldi qismi. Ko'ryapsan? Lekin Vishilkada mana oldda ochiq turadi, g'ijimlangan holatda, utuklanmagan holatda turgani uchun chiroyli ko'rmaydi. Lekin albatta tavsiya beraman, kelgandan keyin bir kiyib ko'ring. Sizga albatta yoqadi. Mana bu yerda ham qancha kurtkalarimiz bor. Misol mana kurtkamiz bor. Kurtkachani qarang. Dahshat kurtkacha. Ichi buni sintifon emas, xalafaydir. Xudo xolasa, yuvganda to'planib qolmaydi. Faqat yuvishda buni avtonomga kir mashinaga emas, qo'lda yuvish tavsiya etiladi. Shapkalarni ham kelgan aka, ko'ryapsizmi? O'zimizda aralash bo'lib turibdi, lekin juda mijozlarimizga yoqadigan xudo xolasa shapkalar, mana sharflar kelgan. Bularni yana yangi kolleksiyasi kelgan, disklarda bir ko'rsatib ketaman. Ko'rsangizni hozir? Ha, ket. Mana bu yoqda muammo eshigimiz bo'lgan, akam taxlayaptilar. Xudo xolasa, kam bo'ldi. Shunday aka. Sklat davomli yangiliklar, yana yangiliklar kelgan, xuddilar kelgan yangiliklardan, svitshotlar kelgan. To'p oyoq kiyimlarining ikki xili bor. 250 ming so'mligi bor, 300 ming so'mligi bor. Ikkita variantidan ham kelgan. Karabey oyoq kiyimlari. Uch patligidan ham, patsizdan ham kelgan. Mana shapkalarimiz yana yangi kolleksiyalari kelgan. Ko'ryapsan? Shapkalardan katta assortiment. Sharflar ham kelgan. Mana bu yerda amerikanka o'zim zalda qidirib topa olmadim. Siraz chiqaryapmiz. Amerikankalarimiz tugab qolganda, bu ham chiqarilyapti. Bu yoqda tamom polni kostyumlar kelgan. Mana bu yoqda sapoglar kelgan. Ko'rishlaringiz mumkin, dizaynlarga e'tibor berasizlar, chetlari tikilgan. Xo'p, bu yoqda ezgi oyoq kiyimlari. Mana aka charchamayapsizmi? Yo'q. Zo'r beribmi? Bosing gazini. Xo'p, mana bu yoqda sportivkalar kelgan. Furashkalarning yangi kolleksiyasi. Furashkalar ham sanoqli qolgan ekaningizda. Ustki varianti, men kelganim bu kengroq varianti. Ikkovidan ham kelgan, xudo xolasa. Brand mix oyoq kiyimlarimizdan kelgan yana yangi kolleksiyasi. Bu yoqda mana nima naskilami? Naskilar kelgan. Naskini ham alohida Kichkina naskini ko'rsatar ekan. Mana bu naskimiz bor-ku, qarang. Qani biladigan naski bu. Kiygan. Qalin kichkina naski. Qalin kichkina naski. Eng zo'r tarafi buni mana jundan qilingan naskicha. 9900 so'm sotuvga chiqyapti, xudo xolasa. Qo'sa qo'yaman. Ha, qo'y. 9900 so'm naski. Ha, 9900 so'm. Qalin naski. Xullas, bu yoqda jarayonlar avjida, jamoa mehnatida. Hammalaringizni kutamiz, yangi kolleksiyalar to'xtamaydi. Oxirigacha davom etamiz.